yuzlari puxlinkina patsientkalarimiz bo'ladi-ku, masalan, meni yuzimga o'xshagan ko'plar aziyat chekadi, menga deydi, chertalarim chiqib, yuzlarim tortirib, nasagubkalarim ko'tarilib, mana trishinalarim ketib, tarang bo'lib turishini xohlashadi. Qanaqa protsedura tavsiya qilasiz dedi. Shularga oddiygina mana net protseduralarini taklif qilaman. Men eshitdim, ko'p patsientlarimizda net protsedurasini xavfli deb bilishadigan, aslida esa eng xavfsiz protsedura shu net bo'ladi. Mana shu nitlarimiz nasagubkalarimizni ko'taradi, yuzimizni tortadi, mayda ajinlarimizni yoyadi, kollagen ishlab chiqarishni tezlashtirib, bu ham xuddi polimolochka jiddiy nitdaqa ishlaydi, effekti uzoqqa yetadi. Bu protseduralarimizni olgan patsientlarimizga kelib, qayta va yana qayta bo'yin va ko'zlarini teglarigacha olib ketishyapti. Chunki bu effekti juda ham zo'r bo'lgan protseduralarimizdan bittasi. Agar sizlarni ham yuzinglar Gollivud aktrisalariga o'xshab yuzinglar lifting bo'lib, yaltillab, chertalari chiqib, chiroyli bo'lib turishini xohlasanglar, hoziroq meni net protseduramga yozilinglar.